endi olgan pullaringga sizlar ham to'ylar qilinglar, xursandchilik kunlarda bola chaqalaringga nasib qilib to'ylar qilaveringlar. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада aka, biz mehnatdan to'xtamaymiz. Faqatgina bitta like bosib qo'ysa bo'ldi. Shu Ma'qul bo'lyapti hozircha bizga nimalar. Chiqaradigan mahsulotlardan mamnunmisiz? Mamnunmiz, yaxshi biz hozir. Narxlar haqida, narxlar qanaqa? O'rtacha ekan, yaxshi. Dastavkalari pul olganimiz yo'q, dastavkalari doimiy tekin. Aloqaga chiqib, pastda doim nomerlar yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. aka, Jasur aka, bitta like bosib, kommentariy yozib turgan aka, 3 ta yutuqlik dravikalar qo'yib beramiz aka. Bu 3 million so'm bo'layotgan dravikalarda aka 2,5 million so'mdan qo'yib yubordik. Ha, 2,5 million so'm bo'layotgan dravikalar 2 million 100 ming so'mdan qo'yib yubordik Jasur aka. Shunaqasi ham bo'ladi. Bo'ladi aka. Faqatgina Olov brend ostida. Ha, bizdan arzoni chiqadigan bo'lsa, yanada arzon qilib kerak bo'lsa, 1,5 million so'mgacha aka dravika chiqarib beramiz aka. Aka, like bosgan odamni qo'li dard ko'rmas aka. Shu like bosib, kommentariy yozsa, bepulga xonadonlarga dravika kirgizib beriladi aka. Like'imiz duoda bo'lib, like bosib, podдержка qilayotgani uchun universal dravikalarni sindirib beramiz, hattoki bepulga 3 ta dravika beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta endi davom mahsulot, o't mahsulotlar chiqarib ko'rsatib beramiz endi aka. Nimalar bor hozirda? Xo'p, aka, sotali makka. Sodasi bilan chiqaramiz. Sotasi bilan chiqariladi. Bug'doy va xo'p, somon, somon ham aka, sholipoxol. Sholipoxol, qamich, ho'lpoya hammasidan bor aka. Boshladikmi? Yurgizib ko'rsatib beramiz aka. Bismillah. Eng qizig'i aka, o'sha nimasi bular? Eng arzon dravikalarimizni chiqarib, sinovdan o'tkazib beramiz aka. Keng. Qani? Xo'p, bug'doy. Bug'doylar qani? Katta. Voy, buni tortishni qaranglar. Zo'ru. Hozir bug'doy chiqaryapti, buni holatda deyali keladi, urma javob bu narsa. Mana. Bug'doy chiqishi. Bo'ldi, keyingisi. Sotali maka jo'xorini mana shu holatda keltiradi. Yorma holatda keltiradi. Jo'jalarga, atalarga yaraveradi. Xo'p. Keyingisi aka, kepay holatga keladi aka. Bug'doyni Mana chiqarsangiz shunaqa holatda keladi. Agar maydaroq razmerda setga keraksangiz, maydarog'ini ham chiqarib beraveramiz. Endi xo'p, endi aka, o't mahsulotlarimizni chiqarib beraylik. Qo'yboq setkasi aka. Voy, buni chiqarishdan qarang. Zo'r-ku. Zo'r. Ha, chiqarilgan mahsulotlarimiz deymizmi? Bu hop, molbob setkasida chiqarilgani. Mana molbob. Sal bu tarafga o'tsak, qo'ybob setkada o'ta ham mayin qilib chiqarib beribdi. Mayinligini qarang, tasvirga. Ketdik. Endi hop, qamish chiqaramizmi? Bo'ldi, qamish chiqarib beramiz. Qamish chiqaraylik. Yo'qing. Jasur aka, qamich bilan poyani bitta qilib chiqarib yuboraylik aka, katta vog'dek aka. Bittada solamiz aka. Voy, bu hammasini solasizmi? Hammasini solamiz Jasur aka. Mana urmaga aka.
qadrdonlar, mana sextamiz. Jasur aka. Mahsulotlarni ko'rdilaringiz. Ammo o'zim ham zo'rg'a savolim katta bo'lgan Jasur aka. Jasur aka setkasi holati ham normal. Tepasini olaylik mana. Setkasi holati ham normal. Zo'r. Mana akalar, opalar, bir qator ishlashlarni ko'rsatdik. Mehnalarimiz asal laykni bosinglar. Layk bosgan insonlarga pul yutuqli o'yinlarimiz ham bor degandik. Davom etadimi? Davom etadi aka. Har bitta o'yinimizda Xudo xolasa davom etadi aka. Xo'p. Xudo xolasa xalq podдержкада duoda bo'lib tursa aka, qo'llab-quvvatlab, faqat layk bossa bo'ldi aka. Shu. Layk bosib, kommentariy yozsa, bepulga xonadonlarga drabilga kirgizib beriladi aka. Layk bosib, kommentariy bosganlar qo'li dard ko'rmasin aka. Xudo xolasa har bitta o'yinlarimizda drabilkalarimiz yutuqli o'yinlar ketadi aka. Xudo xolasa shartlarni o'zingiz aytib o'tasiz aka. Xudo xolasa bu safar 3 ta drabilkani qo'yib beramiz aka. 3 ta drabilkani aka yutuqli o'yin qilib qo'yib chiqarib beringlar. Olov brendi bir yondirsinmi bo'lmasa? Shunday aka. Xudo xolasa Olov brend, xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha uji tanilib bo'ldi aka. Olov brend tanilib bo'ldi aka. Brendlar qatoriga xudo xolasa chiqib bo'ldi aka. Qarang. Shu videosida 1000 ta layk yig'ilsa, bitta drabilka. Shunday. 1,5 mingta yig'ilsa, ikkita. Aha. 2000 ta layk yig'ilsa, 3 ta drabilkani shunday bepulga uyga olib borib beramiz. 2000 ta layk, 2000 ta kommentariya bo'lsa aka, o'zingiz aytmoqchi 3 ta drabilkani xonadoniga bepulga yetkazib beriladi. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада yana ham qo'llab-quvvatlasin aka. Bepulga xonadonlarga drabilkani yetkazib beraylik aka inshaalloh. Xudo xolasa. Akalar, bu narsalar ustiga qo'yilmaydi. Xayri, ziynati. Shu bir qiynalgan odamga tushsin, biz ham xursand bo'laylik. Hali ishlatayotganda ham boru, xursand bo'lib ishlasin-da. Har bitta ishlatgan duo qilsa, savobi shu layk bosgan odamlarga ham boradi-da. Albatta aka, layk bosgan odamni qo'li dard ko'rmas aka. Xudo xolasa xalq duoda, podдержкада aka, biz mehnatdan to'xtamaymiz. Faqatgina bitta layk bosib qo'ysa bo'ldi shu aka. Barakalloh. Aloqa ochib ko'rasizlar.